Allohning eng yomon ko'radigan inson toifasi gapirganda, yurganda, odamlar bilan muomala qilganda, odamlarga nazar solganida maqtanadigan va o'ziga bino qo'yadigan insondir. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan bir hadis bor. Payg'ambar alayhissalom aytadilarki, bir kishi kiyim kiyib yo'l bo'ylab yuradi. U chiroyli kiyingan, zamonaviy kiyimda yo'l bo'ylab yuradi. Nafsi uni shod qiladi. U o'ziga qarab, naqadar chiroyli kiyinganman, juda go'zalman, bugun naqadar nafis porlayapman deydi. Sochida ham tar ekan. Ya'ni mukammal bir inson. İz yaksifullahu bihil ard. Alloh uni yer tubiga yutkizib yuboradi. İz yaksifullahu bihil ard. Alloh uni yer tubiga yutkizib yuboradi. Fehuve yetecelcelu ila yevmil qiyam. Va qiyomat kunigacha u inson yer tubiga botadi va yana ko'tariladi va yana botadi. Toki oxirgi soat kelgunicha, qiyomat kelguniga qadar. Alloh uni barzax olamida shunday jazolaydi. Nega? Chunki Alloh kibrli xulq-atvordan va mutakabbir odamlardan rozi bo'lmaydi.